Ushbu videomizda Telegram guruhni topiklarga, ya'ni mavzularga bo'lishni o'rganamiz. Buning uchun bizni guruhimiz kanalga ulanmagan bo'lishi kerak, ya'ni yakka guruhni o'zi bo'lishi kerak. Shunaqa sharti bor. Misol uchun kulrang chatga kiraman. Endi tepadan bosib guruhni ichiga kiraman va tepadagi qalamchani bosaman. Bizda ko'rib turibsiz, topics funksiyasi turibdi o'rtada. Mana bu yerda turibdi. Topics. Shuni bosamiz va guruhimizning profil rasmi to'rtburchak shaklga aylandi. Ya'ni guruhimizda topiklar funksiyasi qo'shildi. Endi tepadagi galichkani bosamiz va orqaga qaytamiz. Mana guruhimizda general degan bo'lim qo'shildi. Endi biz topik hosil qilish uchun, topik ochish uchun pastdagi ko'k tugmani bosamiz. Endi bu yerga esa nimani muhokama qilmoqchi bo'lsak, o'shani mavzusini yozamiz. Misol uchun yoshlar uchun guruh ochamiz. Yoshlar degan. Select topic icon bor. Topikka, ya'ni mavzuga ikonka tanlaymiz xohlaganimizni. Yoshlar bo'lgandan keyin bizga chaqmoq qo'yib qo'yamiz misol uchun. Mana chaqmoqqa o'zgartirib xohlasak, lupani qo'yib qo'yamiz, xohlasak yo'lakcha, xohlagan belgimizni qo'ysak bo'ladi. Mashinani qo'yib qo'ydim. Ikonga tanladik, nom qo'ydik. Endi o'ng burchagidagi create'ni bosamiz, ya'ni hosil qilish. Mana kulrang chat guruhimizda yoshlar bo'limi alohida hosil qilindi. 3 nuqtani bossak, bu yerda topikni yopish buyrug'i bor, guruhni boost qilish bor, qidiruv va bezuq qilish. Orqaga qaytamiz. Mana bu guruhimizning asosiy oynasi. Bu yerda topiklarning hammasi ko'rinib turadi, ya'ni mavzular ko'rinib turadi. Bizda general turibdi. Bu general umumiy guruhimiz hisoblanadi, ya'ni umumiy chat, общий chat deyiladi. Orqaga qaytamiz. Yana topik ochmoqchi bo'lsak, yana pastdagi ko'k tugmani aylanani bosamiz. Endi yana bu yerga nom qo'yamiz. Misol uchun maktab deb qo'yamiz. Endi ikonga tanlaymiz. Qiladigan ikkita ishimiz bor. Ikonga tanlaymiz va nom tanlaymiz. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Miyani qo'yib qo'yamiz mana. Misol uchun. Endi create'ni bosamiz. Mana maktab mavzumiz ochildi yangi. Mana mavzumiz endi 3 ta bo'ldi. Shunaqa qilib mavzularni ochib ketaversak bo'ladi. Endi bu yerda yana qanaqa funksiyalar bor? Tepadagi o'ng burchakdagi 3 ta nuqtani bosamiz. Qani nimalar bor ekan bu yerda? View as messages bor, shuni bosamiz. Endi hammasi общий, ya'ni umumiy bitta ko'rinishda ko'rinadi. Orqaga qaytamiz. Guruhdan chiqib ketib qoldik. Guruhga kiramiz. 3 ta nuqtani bosamiz yana tepadagi. Endi view as topics. Topiklar shaklida ko'rish bor. Mana. Topiklar shaklida ko'rinadi. Yoshlar bo'limiga kirsak, yoshlarga topikiga aloqador bo'lgan chatlar kelib chiqadi. Maktabga kirsak, maktabga aloqador. Generalga kirsak esa umumiy. Bu umumiy ko'rinish. 3 ta nuqtani bosamiz va guruhga odam qo'shsak bo'ladi. Guruhni boost qilsak bo'ladi, ya'ni kuchaytirsak, ya'ni create topic, yana bitta topik ochsak bo'ladi degani. Misol uchun universitet deb qo'yamiz. Va universitet uchun notebookni rasmini qo'yib qo'yamiz, ikonkasini. Va create'ni bosamiz. Mana universitet topiki mavzusi ochildi yangi. Endi topigimiz 4 ta bo'ldi. Bu topiklar asosan guruh a'zolari juda ham ko'p bo'lganda pala-partichilikni, ya'ni tartibsizlikni oldini olish uchun alohida qismlarga, bo'limlarga
juda ham qo'l keladi, juda ham foydali. Ya'ni guruhlarda odamimiz ko'p bo'lsa, bu funksiya ancha yaxshi bo'ladi. Agar guruhimizda odamlar kam bo'lsa, buni yoqishimiz shart emas. Bu ortiqcha funksiya bo'ladi. Guruhni ichiga kiramiz. Qalamchani bosamiz. Agar sizga topiklar bo'limi, ya'ni funksiyasi kerak bo'lmasa, boya birinchi yoqqan funksiyamizni o'chirib qo'yamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, profilimizni shakli aylanay ko'rinishga keldi. Topiksni yopib qo'ysak, to'rtburchak bo'ladi. O'chirsak aylana. Aylana degani bu oddiy guruh degani, ya'ni topik yo'q. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bu yerda yana ko'radigan narsamiz boshqa qolmadi. Mayli, topikni yoqib qo'yamiz. Orqaga qaytsak, yana orqaga qaytamiz. Mana общий ko'rinish chatimizda guruhimizni profil rasmi to'rtburchak bo'lib turibdi. Ichiga kiramiz. Mana topiklar shaklida guruhimiz bo'limlarga bo'lingan holda ko'rinadi. Tepadagi 3 ta nuqtani bossak, bu yerda xabarlarni oddiy shaklda ko'rsak bo'ladi. Ya'ni xabarlar shaklida ko'rinadi. Guruhni ichiga kiramiz, qalamchani bosamiz. Bizga hozir topiklar kerak emas, o'chirib qo'yamiz. Bu ortiqcha narsa, chunki guruhimizda odamlar deyarli yo'q. Endi tepadagi galishkani bosamiz. Orqaga qaytamiz. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar mana bunaqa topik yoshlar was created deb chiqib qolgan bo'lsa, buni o'chirib bo'lmaydi. Shunaqa bo'lib turaveradi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bu topiklar degan funksiyasi agar siz guruhni ochgan bo'lsangiz, sizda ishlaydi. Ya'ni boshqalarni admin qilgan bo'lsangiz, u adminlarda bunaqa funksiya chiqmaydi. Faqat guruhni bosh admin, ya'ni guruhni ochgan odamda bu funksiya ishlaydi. Mana shuni eslab qoling. Juda ko'pchilikda muammo bo'lyapti. Menda ishlamayapti, topik deyapti, chiqmayapti deyapti. Siz guruhni ochgan bo'lsangiz, sizda albatta chiqadi. Javob shu. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlar bo'limida yozib qoldirishingiz mumkin. Javob berishga harakat qilaman. Barcha kommentlarni o'qib boraman. Do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying va tanishlaringizga ulashib qo'ying. Kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha